Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 5-oyning 6-kuni payshanba. Men oldi bilan diqqatingizga dunyoning siyosiy, iqtisodiy vaziyati haqida va o'zimiz haqida qisqacha xabarlarni yetkazayotgandan keyin, ondan asosligi shifrli pul haqida va hamda Ponzi yelisi haqida so'zlab beraman. Oldi bilan dunyoning siyosiy vaziyatiga kelaylik. Tönögün 7G, ya'ni a group of 7 deb qo'ydi. 7 davlatni tarkib topgan, sanoatlashgan, taraqqiy qilgan davlatlar, ya'ni Amerika, Kanada, Angliya, Yaponiya, Italiya, Fransiya, Germaniyadan iborat bu 7 davlatning diplomatlari Londonda bir necha kunlik yig'in ochgan. Bular yig'in ochib, tönögünki yig'inida Xitoyninki Tayvan masalasida, Tibetlar masalasida va Uyg'urlar masalasida tutgan pozitsiyasini kuchlik yo'sinda aybladi. Buningga nisbatan Xitoy e'tiroz bildirib, bu bizning ichki ishimiz, buningga aralashsang bo'lmaydi deb darhol inkos qaytardi. Ammo bu 7G, ya'ni 7 davlatni tarkib topgan bu guruh o'rtaq holda Uyg'urlar masalasini tutqilib turib, bu ularning kishilik huquqini qattiq dafsanda qilyapsan. Sen xalqaro kishilik huquq ahdnomasiga qo'l qo'ygan. Bu hargizmi sening ichki ishing emas. Bu ichki ishim degan bu siziqdan allaqachon o'tib ketdi. Eng yaxshisi qilayotganlaringni to'xtat, qadamingni boshqacha ol deb mo'shundaq inkos qaytarishdi. Bundan xabar topib qolinglar. Anandan keyin shu 2 kunning oldida Yangi Zelandiyaning parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi o'tkazgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakalashdan o'zini tortdi. Chunki Tashqi ishlar ministri va bosh ministr Jasindaninki partiyasi bunga nisbatan Xitoy bilan bo'lgan, agar bunday desak, savdo munosabatimizga ta'siri yetadi degan qarash bilan Kanada parlamenti, Gollandiya parlamenti chiqargan qaror bilan bir sabti turamadi. Ammo ular Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qilayotganlari ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi deb aybladi. Xitoy buningga qarshi e'tiroz bildirdi. Demak, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi bir necha yildan buyon o'tkazayotgan, shu 2017-yildan buyongi mobaynida o'tkazayotgan bu jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan davlatlar asosligi demokratik eller, sanoatlashgan, taraqqiy qilgan eller, ya'ni universal prinsiplarga hurmat qiladigan eller bo'lib o'tadi hozirga qadar. Endi hozirgi xabarlardan qaragan vaqtda 5-oyning 17-kuni Germaniya parlamentida bu masala o'tirib qo'yilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qilayotgan ishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan o'xshaydi. Belgiya parlamenti shundaq deb bekitmoqchi ekandik, ammo yig'in ochmoqchi bo'lgan kuni bularningki kompyuter sistemasiga, ya'ni shu yig'inda ishlatiladigan asboblarga virus taqtilib ketgan, bu palachalga tushirib qo'ygan gap. O'tgan 4-oyning 4-kuni, 22-kuni Litvaniya, ya'ni bu Baltik rayonidagi davlat, bu davlatningki parlament a'zolari shundaq maydonni tutgan. Xo'sh, demak, Xitoy Uyg'urlarga qarshi ig'ir tarixiy jinoyat o'tkazganligi sababli, ya'ni hozirga qadar o'zining qilayotganlarini to'g'ri deb qarayotdi. Ammo Uyg'urlar bilamiz, bular bizga nisbatan intayin ig'ir jinoyatni o'tkazdi, gunoh o'tkazdi. Buning badalini hozirgi hisobda mana xalqarada o'ziningki yuzining tushishi, ayblanishi bilan o'tayotdi. Yani bo'libmi 21-asrdagi madaniy davlatlar hargizmi bu ay bu kunlarda bir hokimiyatning erq o'xshamaganligi uchun, e'tiqod o'xshamaganligi uchun, chiroy shakli o'xshamaganligi uchun, urf-odat o'xshamaganligi uchun millionlab odamlarni lagerlarga so'lib, ularni qijnab, xo'rlab, insonsizlik qilishga chidab turolmaydi. Yani normal bir adalet tuyg'usi bor odamlar va qonun bilan boshqarilgan davlatlar bunga qarab turmaydi. Demak,
Xitayning Uyg'urlarga qilgan jinoyati yomonlikqa yomonlik deb o'zining yuziga o'zi qachat bulab tegishga boshlayotdi. Garchi tunugungi yig'inda, ya'ni 7 davlatni tark topgan bu diplomatlarningki bu qarorida agar Xitoy bu qilayotganlarni o'zgartmasa qanday badal to'laydi degan to'g'risida bir amaliy konkretni belgilamlar yo'q. Ammo bu bir narsani tushundirdi. Dunyo diqqat qilyotdi. Amerikaga qo'shilib, Yevropa ellarma Xitoyning Uyg'urlarga qilayotganlarini bo'ldi endi bak haddan eshib ketdi da'vat. Hatto Xitoy bilan Yevropa 12-oyda bir savdo kelishimnomasiga imzo qo'yishmoqchi bo'lgan. Bu Yevropa parlamentida qarab chiqilishi kerak ekan, shuni to'xtatib qo'yapti. Buni da xabar deb qolsanglar. Andan keyin Amerikaningki Xitoy bilan vabo taqalgandan keyin Xitoydan kelib o'qiydigan o'quvchilar, ya'ni Amerikada yilga o'rta hisob bilan bu yaqinqi yillarda yilga 1 milliondan ortiq chet ellik o'quvchi kelib o'qiydigan. Buning 3dan biri, ya'ni 300 ming bilan 400 ming Xitoydan kelib o'qiydi. Vaboning ta'sirida Trump hukumati ayni vaqtda bulto Trump hukumati davlatning hokimiyatini idora qilgan vaqtda Xitoylarning bu yerga kelishini cheklagan, o'qishini cheklagan uchun Xitoylar qaytib ketgan. Bularningki vizasini hatto haliqi bir chaqda Obamaning vaqtida 10 yillik viza bergan emasmi? Shuni qisqartib o'tgan shuning vaqtini. Ya'ni 10 yil kuchga ega emas u. Agar birisi Amerikaga kelmoqchi bo'lsa, o'qish, tijorat yoki xizmat bilan kelmoqchi bo'lsa, cho'qim elchixonaga borib viza iltimos qilish kerak qayta. Bu shunday o'zgartib o'tgan. Hamda Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasi tunugun bir video ishlab uni chiqaribdi. Bir uyning ichida bir küçük bakan, küçük it manda reshatkadan sakrayotgan holatdagi ko'rinishni chiqarib, bahor keldi, gullar porakladi, ay it sirtqa chiqib o'ynashqa san taqazzo bo'ldingmi deb bo'lgandan keyinlar jangoliq o'quvchilar Amerika elchixonasiga kelib viza iltimos qilsanglar bo'ladi deb yozib qo'yibdi. Shuning bilan bu Weibo'da taqilib Xitoy millatchilarininki intayin cho'ng noroziligini qo'zg'agan gap. Ya'ni Amerika elchixonasiga maqsadlik holda Xitoy o'quvchilarini itga o'xshatdi deb. Albatta Xitoylar itni yomon ko'rdi, salbiy ma'ni ko'rdi. Ammo Yevropada, G'arb ellarda, masalan Amerikalarda haqli itlarni, kuchuklarni nurg'un pulga setib olib, bolasini baqqandek shundoq boqadi. Bu müşnaq bir ish bo'libdi. Bundan xabar topib qolinglar. Demak, hamda Xitoy o'quvchilarga Amerikaga kelib o'qishiga Amerika elchixonasi viza berishni boshlaydi ekan. Anadan sirt yana Amerikaningki tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi tunugunki yig'inda G'arb ellerini Xitoyning o'zlarininki davlatlariga sanmoqchi bo'lgan mablag'lardan ehtiyot qilishga bo'libmi strategik ahamiyati va zavodlarni, mahsulotlarni setib olmaslikka bir askartibdi, shunaqa qilmanglar deb askartibdi. Bundan xabar deb qolsanglar. Xo'sh. Endi iqtisodiy gap kelaydi. O'tgan hafta men Dogecoin to'g'ri so'zlagan, bir turkum Dogecoinchilar paydo bo'ldi bizning ichimizdami? Dunyoning hamma yerida. Ya'ni shu Dogecoin har xil kompyuter applarni tushirilib, Dogecoin olalaydigan qarindoshlarning men bilan aloqa qilishdan qaragan vaqtda ular bir necha qit'alarda bor, bir necha davlatlarda bor. Bular shu nimani olgandan keyin, Dogecoin olgandan keyin Dogecoinning bahsi bir hassa qatladi. Ya'ni Amerikaning puli bo'yicha hisoblagan vaqtda bultu o'tgan hafta emas, o'tgan hafta men so'zlagan vaqtda bu 30 sent atrofida, tunugun 67-68 sent chiqib ketdi. Ya'ni bir hassadan 100%dan ortiq ishib ketdi. Hozir shu 50 necha sent bilan 60 necha sentning orasida tavrin turdi. Hatto men shu vaqtning o'zida qo'shnim bilan, ya'ni qo'shnim deganimda mening bir Antony degan bir qo'shnim bor. Irlandiyalikning pushtidan mening amerikalik qo'shnilarim degan yozmamda, kanalimda shu yozmamni o'qib qo'ydim. Adabiyot qiziqadiganlar anglab baxsanglar bo'ladi. Shu
Antoni degan qo'shnimning uyiga bir ish bilan kirgandim. Gap bilan gap chiqib, shundan Dogecoin'ning gapi chiqib qoldi. Voy, shuni olib qo'yinglar degandim. Real ikkisi $500 men $500 ilonlarga qammal deyman o'qa. $1000 olib qo'yapti ekan. Tönögün meni ko'rib, "Voy, sağan pulumuz bir qatlapti" dedi. Setib o'tamsam, "Yo'q, setib o'tmayman." deydi. Apla, men sana uzun tut deb qo'yib, men setib o'tib qoptim emasmi desam, kulib ketdi. Endi men deb qo'ydim, bizda shunda bir gap bor, apandimning deganini qil. Qiyğinni qilma deydigan deb tushunib qo'ysam, texim kulib ketdi. Bizda mashinaroq gap bor deb. Men deb qo'ydim, chaqchaqib qo'ydim. Men bir qismini uzun qo'yib qo'yaman, bir qismini qisqa muddatli shunaqa ep qo'yaman deb qo'ydim. Demak, Dogecoin'ni mening qo'shnilarim hozir ilyapti demakchi. Dogecoin'ni oladigan odamlar naydi jiqlab ketdi. Asosan shu kompyuter appni tushirilib, Doge bankiga ulab, elib qila oladigan davlatlarda deganda kishilar shunaqa ilyapti buni. Şuna bu Dogecoin bütün şifrlik pullarning ichida 4-5 o'ringa o'tdi. Buning bo'lgan talab bak eshib ketyapti. Bu aslida 2013-yillar bir chaqchaq o'rnida maydonga kelib ekan. Hatto mush birinchi oy mazgilligida deyman, bir enimiz aka mush bak mushning istiqboli bor deydi, olib qo'ymamsiz desam, men bu narsalarni bir iqtisodiy prinsiplarga, iqtisodiy formulalarga sabab qilgan odam, sizlar buning men toza ishonmadim buningga deb. Chunki pul deganninki bunda funksiyasi bo'ladi, almashtirishning vositasi bo'ladi. Ya'ni mayli tovar setib oling, mayli mulozimat setib oling, buningda o pul shu almashtirishning vositasi bo'ladi. Xalqdan tovar olsiz, mulozimat olsiz, pulni berasiz. Bu Dogecoin kompyuterning ichida bu chaqchaq, buni taxi men Dogecoinni ishlatib bir narsa setib olgan ishni ko'rmadim. Shunga bu pulning birinchi shartini bu unga tushmaydi. Yani almashtirishning vositasi bo'lanmaydi. Shunga buningga madaqsishninki hech qanday ahmiyati yo'q deb o'ylagan. Keyin ozroq bir oydak vaqt o'tgandan keyin uning bahosi o'zgarish bo'lgan ekan. Shu chaqda ash inimiz degan chaqda 1 sentdan tövandida shu o'yinimiz chiqibdi ekan. Keyin men 1 sentdan olgandim, keyin 3 sentga chiqqanda setib o'tgandim. Keyin qarsam men o'sgandan keyin 15 sentdan yana setib oldim. Keyin yana ashnaq setib oldim degandek o'sgan vaqtda setib. Men alaqa az degan ko'paymi degan po'qiydi degan gapni bek qo'lqimda tutgan odam. Shunashqa men bu shu shifrli pul masalasiga kelgan vaqtda o'sha bir gapni deb qo'y, qarindoshlarni yana biroz ogoh bo'lishga, sagak bo'lishga undayman. Jiq silolmaslikqa undayman. Nimishqa deganda, men bu o'tgan haftalik darsga leksiyaninki ostiga kishilar ba'zi qarindoshlar so'z qoldiribdi. Masalan, OneCoin deydigan bir pul shunning oldida chiqib ekan. Yevropada ba'zi qarindoshlarimiz shuning o'ziga $5000 selib o'tibdi ekan. Men inkos yozib qo'ydim. Demak, shu €5000 silib hozir izlariga yo'qolib ketgan gap. Chunki OneCoinning o'zi bir Ponzi yelisi bilan yaratilgan pul bo'lib chiqqan gap. Ya'ni uni barliq keltirib shu ishlarni qiluvchilar aldamchi bo'lib ketdi. Aldamchilar deb bekitilgan gap. Demak, yo'q degan gap. U shu ishlarni qilganlar hozir nechta tutilgan gap. Uningki Bolgariyaning Sofiya degan shaharda turib 7-8 yilda Germaniyaga cho'ng'igan Roga degan doktorlik unvoni bor ayolga 40 yoshga kirgan. U g'oyib bo'lib ketgan gap. Ya'ni boshqa salohiyatlar yashayapti degan gap. 4 milliard dunyoda kishilarningki mablag' sarflashning 4 milliard pulini yeb olgan gap. Shunga ham shundaq bir aldamchiliklarni bo'lmaydi degil bo'lmaydi. Hozirga qadar bu shifrli pulning umumiy soni bir 6000 atrofida. 6000 turli shifrli pul bor. Bu dunyoda 200 dan ortiq davlat bor. Har bir davlatning o'z oldiga bir bank bo'ldi, markaziy bank bo'ldi. U davlatlarning puli bo'ldi. Masalan, Amerikaning dollari, Yaponning yeni, Koreyaning woni, Turkiyaning lirasi, Angliyaning pound sterlingi degan shunday pullar bo'ladi. Ya'ni u pullar qonun orqali fiat money deb qo'ydi. Qonun orqali shu qarzlarni to'laydigan, almashtirish vositasi deb bekitilgan. Shu davlatlarning qonuniy markaziy bankasi besib chiqib taqtidi. Endi bu shifrli pullar desa, bu shifrli pullarni kompyuterda masalan birinchi shifrli pul Bitcoin. Xuddi insonlarning tunjisi odamati bo'lganga o'xshash. Bu Bitcoin shifrli pulning tunjisi Bitcoin. Yani
insonlarning birinchisi odam ata desak, shifrli pulning tunjisi Bitcoin. Bitcoin 2009-yili bozorga so'tilgan. Hozir qadar mana shu 12 yilning ichida, hala bugungi kunga kelgan vaqtda bu Bitcoinning umumiy qimmati 1.12 trillion yetgan gap. Ya'ni Bitcoin setilishda haqlarninki bozor qimmati buningki Bitcoinninki 1.12 trillion yetgan gap. O'sib tushib turibdi. Hozir shu 50 ming bilan 60 mingning oldida orasida tavrinyapti. Ya'ni shifrli pullarning ichida ham oldida oldingi o'rinda turayotgani shu. O'tgan hafta bu yana shifrli pullarning ichida o'rinda ikkinchi o'rinda turadigan nimiz qatorda ikkinchi o'rinda turadigan pul Ethereum yoki Ether deb ataydi. To'g'risi buni qimmati oshdi. Ya'ni o'tganda o'tgan hafta $2,800 hozir $3,600 chiqib ketdi. Bir haftaning ichida $800 oshib ketdi bu. Ya'ni bir odam hozirgi kunda $3,000 pulni bankka qo'ysa, 1% o'sim chiqsa, bir yilda $30 bo'ldi degan gap. Lekin bir odam $3,000 tuni shu o'tgan hafta nima olib qo'ygan bo'lsa, Ethereum olib qo'ygan bo'lsa, o'sha necha kun bir haftaning ichida buning qimmati o'sib $3,600 chiqdi degan gap. Ya'ni $700-800 pul topdi degan gap. Agar buni bu necha kunning ichidagi o'sish bu. Buni adjusted annually deb bir yilga sundirib hisoblasa, bu degan alomat cho'ng o'sish bu mablag'chilikda. Shunga müşahede mening deydiganim shifrli pullarninki turi nihoyat ko'p. Hozir 6 mingdak. Ba'zi kishilar Safe Moon degan nima tashabbus qilibdi. U 1 sentning necha mingi, 1 sentninki necha mingdan, necha 100 mingdan biri ekan, uning bahosi nihoyat azon, ya'ni $100 ga necha 100 million Safe Moon degan o'xshash pullarni, tangalarni setib olasiz degan gap. Shifrli pul, qo'lingizni tutolmaysiz. Tanga kishilarningki qo'liga menda xalaqi halqasimon, chambarsimon bir narsa keladi, lekin mavi digital shifrli pul bu kompyuterning o'zida bo'ladi. Agar bak og'ilni gap kelsa, bunda pullarni $100 ilib tashlab qo'ysam bo'ldi, tushib ketsa, yutib ketsa mayli deb. Shuni men so'zimda deb qo'ydim. $500 dan tuvan bunda pullarga $500 dan tuvan mablag' solib qo'yganlar, yo qaynamdan chiqa, yo sayramdan chiqa degan pozitsiya bilan. Agar bu shifrli pulning birsiga bakchiq pul silvatsanglar, masalan $5,000 pul silvatsanglar, bu uxlab qilib aeroplan haydagandek bo'ladi. Qanday oldandan cho'kib ketadi. Malayziyaning aeroplandek dengiz uchib ketgandek tushib ketadi, yo'qolib ketadi degan gap. Chunki mayada, ya'ni mushu kishilarningki shifrli pulga bo'lgan havasidan, qiziqishidan, intilishidan foydalanib dunyo miqyosidagi ba'zi aldamchilarni har xil shaklda bunday odamlarning qo'ymish deb qo'yamiz bizning tilimizda. Har xil texnikalik, murakkab texnikalik atallarni ishlatib, kishilarning kallasini qaymoqtirib, andan xalqning pulini yig'ib, ma'lum mandaq pul va andaq mandaq deb setib pulni eliblar, g'oyiblab ketadigan ahvol bo'lishi mumkin. Shunday ahvol ostida bu shifrli pulning bozorda bahosida egizpaslik nihoyatda tez bo'ladigan, kishilar tez tushunmagan shunday sharoit ostida jiq mablag' silishning ehtiyoji qat'iy hojat yo'q. Ya'ni idrak bilan, logika bilan o'ylasak, unda qilishninki toza nimasi yo'q. Asos yo'q. Chunki pulning shartlari bo'lishi kerak dedim-ku. Ya'ni pulning 3 funksiyasi bor: almashtirishning vositasi, qimmatning saqlanish shakli, hisobot birligi deb. Albatta bu pullarni siz dollar bilan yoki bo'lmasa yevro bilan elib qila olasiz, ham almashtira olishingiz mumkin. O'xshamagan applarningki uning tutgan muomalasi o'xshamaydi. Masalan, ba'zi pullarni olaman desangiz, siz uni Ethereum setib olib, Ethereumni Uniswap orqali almashtirib, andin tanga setib ola olasiz. U har bir qitim olgan $200 narsa olsangizmi, $20-30 uni haq to'laydi ekansiz. Shunday bir ishlar bor ekan. Ammo siz Coinbase'ni ishlasangiz, har $100 ga bir narsa setib olsangiz, $2 to'g'ri, $2 bir mulozimada haq to'laydi ekansiz. Ammo Robinhoodni ishlatsangiz, Robinhood kripto shifrli pullarningki hammasini ilib satamaymiz, faqat bir nechasini ilib sata olasiz. Robinhoodda haqsiz bularchi. Shunga mulozimat haqqi deydigan narsa nihoyatda muhim bu yerda.
necha qitim ilib satsangiz aqtulali versangiz paydangizdan qarmoq payda qanday qilsiz ziyonlab ko'rsangiz ziyon tortib qolgan ishlar bo'ladi. Shunga men mishada qarindoshlarni haddan ziyoda halaqa boylik erismanligiga mas'ul olib ketib, jiq pulni buningga selib etmasligini umid qilaman. Nimishqa Ponzi hiylasini qo'llanib kishilarni aldaydiganlar bo'lish mumkin. Har bir qitim bir texnika chiqqan vaqtda uni rost bo'ladi, uningga xuddi rasmiy mahsulotga ergishib buning saxtasi paydo bo'lgandek, buningmi saxtasi bo'ladi degan gap. Xuddi Italiyaning Gucci markali somkasi chiqdi, Gucci'ninki saxtasini yasab, uni azara qilib satdi deganga o'xshash. Shu pul muomala sohasida qo'yimchilar bor. Bizning tilimizda qo'yimchi deymiz. Ponzi skem degan gap bu shu Yevropadan kelgan, ya'ni 1840-60-yillarda Germaniyada birisi shu usulni qo'llangan. Angliya, Amerikada 1880-yilda bir ayol shu ishni qilib ekan. 1920-yili Charlie Ponzi ismli Italiyalikning pushtidan birisi bizning Bostonda 1920-yili yillari. Shu toza ashi nimadan birini, ishxondan birini qurib, qalpoqni kiyib, galstukni taqib, chiroyli kiyinib, men pulinglarni manda ko'paytib berman deb, har xil kishilar tushunmaydigan murakkab tillarni ishlatib, yana manda aytgan vaqtda Hasanning pulini ilib, Hasanni qo'yib, Husanga berish orqali nurg'un odamlarning pulini yig'gan gap. O'zi bayashad yashagan gap, bir mazgillik nom shuhratga to'ygan gap. Anadan ikkinchi bo'lsa, yilisi oqmagandan keyin bu tutilgan gap. Xuddi yaqinda Wall ko'chasidan chiqdi. Men 2008-yilda pul muomala kirisi yuz bergan vaqtda Bernie Madoff deydigan Wall ko'chasini olib o'tgan bir odam 60-yildan boshlab 40 yil olib o'tgan. Hollywoodning har cho'ng advokatlarning Hollywoodning har kino artistlarining mablag'larini ilib uni yeb ketgan bir odam Bernie Madoff deb. Buning bir bolasi shu o'zini o'ltirib oldi. Bir bolasi rak bilan o'lib ketdi. O'zi 99 yil turmaga tushdi, kesildi. Sharmanda bo'ldi, jamoatning oldida, dunyoning oldida. Oxirida nima bo'ldi? Oxirida o'zimi turmada bu yaqinda tugab ketdi, o'lib ketdi-ku. Demak, bu yerda haddidan ziyoda ochko'zlik, haddidan ziyoda shuhratparastlikning ham shunday ziyonlari bor. Ya'ni bir ot so'zi bor Uyg'urlarda, kim qiysi o'ziga qiladi deb. Haqning haqqini yivag'ini bilan shunday badal to'laydigan gap. Shunga kishilar diqqat qilish kerak. Hargizmi oldirab jiq mablag'ini bu shifrliq pulga solmaslik kerak. Unda bo'lsa so'z mushat tugusin, kompyuter ketib qoldi.